Yomon xabar do'stlarim. Bizning o'lkalarimizga yaqinda o'zbeklar keladi. O'zbeklar kelsa nima bo'pti mushukcha? Ya'ni biz yirtqichlar uchun bu katta konkurensiya. Bir o'zbek oilasi shuncha ko'p go'sht yey oladiki, senlar hatto tasavvur ham qila olmaysanlar. Nima qilasan qo'rqitib? Xudo bu muammoni halol go'shtni yaratib allaqachon hal qilib bo'lgan. Ular faqat halol narsa yeb haromga yaqinlashmaydilar. Ayniqsa cho'chqalarga. Xudoga shukr. Diqqat, bizga yaqinda. Ha, o'zbeklar kelmoqchi. Yo'lbars bizga allaqachon hamma narsani aytib berdi. Ajinimisanlar, qanaqa o'zbeklar? Bizga yaqinda xitoyliklar kelmoqchi. Voy jalla. Kunimiz bitdi. Onayingiz. Yomon xabar do'stlarim. Bizning o'lkalarimizga yaqinda o'zbeklar keladi. O'zbeklar kelsa nima bo'pti mushukcha? Ya'ni biz yirtqichlar uchun bu katta konkurensiya. Bir o'zbek oilasi shuncha ko'p go'sht yey oladiki, senlar hatto tasavvur ham qila olmaysanlar. Nima qilasan qo'rqitib? Xudo bu muammoni halol go'shtni yaratib allaqachon hal qilib bo'lgan. Ular faqat halol narsa yeb haromga yaqinlashmaydilar. Ayniqsa cho'chqalarga. Xudoga shukr. Diqqat, bizga yaqinda. Ha, o'zbeklar kelmoqchi. Yo'lbars bizga allaqachon hamma narsani aytib berdi. Ajinimisanlar, qanaqa o'zbeklar? Bizga yaqinda xitoyliklar kelmoqchi. Voy jalla. Kunimiz bitdi. Onayingiz.